Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan 8-O'zbekiston tarixi darsining qolgan mavzularini ko'rishda davom qilamiz. Bugungi mavzumiz 4-mavzu Moron-Nahr va Xorasonda Shayboniylar hukmronligining o'rnatilishi mavzusi bilan tanishamiz. Shayboniyxon hokimiyatining kuchayishi. Shayboniyxon uzoq vaqt davomida harbiy sarkarda sifatida Mo'g'uliston va Moron-Nahrdagi Temuriy zodalarga xizmat qildi va bu yerdagi holatni juda yaxshilab o'rgandi. Va shu asnosda o'z harbiy qo'shinini kuchaytirib, mustahkam sarkardalardan biriga aylandi. Bobosi Abulxayrxon vafotidan so'ng boshlangan o'zaro qirg'inlarni bostirish, mamlakatda tinchlikni o'rnatish uchun albatta bir kuch zarur edi. Aynan Dashti Qipchoqda yashagan xalq, ruhoniylar Shayboniyxon timsolida buni ko'rdi va Shayboniyxonni qo'llab-quvvatladilar. Shayboniyxon dastlab Dashti Qipchoqda mustahkam davlatni barpo qilgandan so'ng, u Temuriylar saltanatidagi vaziyatni juda yaxshi bilar edi va atrofidagi aholining o'troq hayotga o'tish ilinji, ruhoniylarning qo'llab-quvvatlovi va xalqning ishonchi bilan ushbu shaxs Temuriylar davlatiga qarshi harbiy harakatlarni boshladi. Temurlar saltanatidagi butun vaziyatni yaxshi bilgan Shayboniyxon 1500-yildan boshlab ushbu mintaqaning yirik shaharlarini zabt etishdan boshladi. Janglarda asosan u to'lg'ama uslubini qo'llar, ya'ni dushman qo'shinini aylanib o'tib, orqa tomondan zarba berish taktikasini qo'llar edi. Bu esa jangda tez g'alaba keltirgan omillardan biri bo'lib xizmat qildi. Dastlab 1500-yilda Shayboniyxon qisqa muddatga Samarqandni egallagan bo'lsa-da, ammo 1501-yilda Samarqandni uzil-kesil batamom egallashga muvaffaq bo'ldi. Keyinchalik 1503-yilda Toshkent va Shohruxshoh shaharlarini egalladi. Va Shayboniyxon Mirzo Ulug'bekning Abulxayrxonga uzatilgan qizi Robiya Sulton begimdan tug'ilgan ikki amakisi bor edi. Kuchkunchi sulton va Suyunch xo'ja. Mana shu ikkita amakisini ushbu mintaqaning yirik shaharlari bo'lgan bittasini Toshkentga, ikkinchisini esa Turkistonga hukmdor qilib tayinladi. O'z ukasi Mahmud sultonni esa Buxoro viloyatiga hokim qilib tayinladi. 1504-yilda Farg'ona ham egallandi. Shayboniyxonning harbiy yurishlarida faol ishtirok etgan yana bir amakisining o'g'li Jonibek sultonga Axsi va Andijonni boshqarish huquqini berdi. Shu yerda ma'lumot sifatida bir narsani bilishimiz mumkinki, ushbu 8-O'zbekiston tarixi darsiga ma'lumotlarga tayanadigan bo'lsak, ushbu darslikda Abulxayrxonning 4 ta o'g'li bo'lganligi haqida ma'lumotga ega bo'lib oldik. Birinchisi Shohbudoq sulton, ikkinchisi Xo'ja Mahmud sulton, ya'ni Jonibek sultonning otasi, keyingisi Kuchkunchi va Suyunchi kabi o'g'illari borligi haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Qo'shimcha ma'lumotlarni esa boshqa tarix manbalaridan o'rganishimiz mumkin. Shu tariqa Moron-Nahrning asosiy qismini egallagan Shayboniyxon Samarqand shahrini o'zining poytaxti qilib belgiladi va mintaqani boshqarishni boshladi. 1505-yilda Xorazmga yurish qildi va uni egallab oldi. Va 1505-yil kuzidan boshlab u Xorasonga o'z harakatlarini boshladi va tez orada 1506-yil Balx, 1507-yilda Hirotni egallashga muvaffaq bo'ldi. Va tez orada Moron-Nahr, Xorazm va Xorasonni o'z ichiga olgan mustahkam Shayboniyxonlar davlati tashkil topishga asos bo'ldi. Biz bilamizki, mana shunday etnik jarayonlar ham ushbu urushlar bilan avj olganligini tarix bizga ko'rsatib turibdi. 7-sinf O'zbekiston tarixida biz o'qidikki, o'zbek xalqi asosi 9-12 asrlarda shakllanganligini bilamiz. Ammo 16-asrga kelib, aynan o'zbeklar atamasi keng qo'llanishni boshladi. Sabab shungacha bizda o'zbek atamasi qo'llanilmagan, keyinchalik Dashti Qipchoqdan ushbu xalqning kirib kelishi va ushbu xalqning ham Xorazm va Moron-Nahr aholisi tarkibiga singishib ketishi o'zbek nomi O'zbekiston tarixida muhim tarixiy etnik va milliy iftixor sifatida rivojlana boshlagan davrga aylandi 16-asrga kelib. Bu urushlar natijasida Shayboniyxonning Moronga kirib kelishi natijasida ro'y bergan bitta tarixiy hodisalarni eslagan edik. Xo'p, bu yerda endi Shayboniyxon ning halokati bu Eronda tashkil topgan Safaviylar davlati bilan bog'liq bo'ldi. Eron shohi Ismoil Safaviy katta qudratli davlat barpo qildi va tez orada Xorason masalasida ikki davlat tortishuvga kelib qoldi.
va 1510-yilda ikkita hukmdor Marv yaqinida, ya'ni hozirgi Turkmaniston hududi yaqinida jangga kirishdi va janglarning birida Shayboniyxon jangda halok bo'ldi. Va Ismoil butun Xurosonni egallashga muvaffaq bo'ldi. Mana shunday qilib, qisqa davr ichida Shayboniyxon 1500 bilan 1510-yillar oralig'ida Moron Nahr, Xuroson, Xorazm degan juda katta mintaqani egalladi va o'z davlatini tashkil qilishga muvaffaq bo'ldi. Faqat umrining oxirgi yilida 1510-yilda Xurosonni boy berdi va olamdan o'tdi. Ammo uning avlodlari keyingi davrlarda ushbu davlatni boshqarishni davom qilgan. 4-mavzuda fikrlanishlardan iborat edi. Keyingi mavzularda ko'rishguncha xayr.